Wipe the inject site with skin antiseptic. Inserting the needle. Injection ready. To slowly inject the medicine. Pat cotton wool with skin antiseptic and remove the needle. Thanks for watching. Bo'sh qo'y. Qo'tirg'in. Intramuscular injection. Wipe the injection site with skin antiseptic. Insert the needle. Bo'sh qo'y. Slowly inject the medicine. Pat skin antiseptic and remove the needle. Thanks for watching. Bo'sh qo'y. Bilamadimi? Qotirib olmadimmi? Bo'ldi. Qotirasanmi? Krutoy ministrga borganmiz. Bo'sh qo'y. Yaxshimi? O'chiring. Чем градусно? Bo'sh qo'ysa o'zi. Sal bo'ldi. Yaxshimi? Qasari? Bo'lsin, to'xtatib. Qizillimi? Ha.
Ko'tarib Marhamat. Self-traksion inyeksiya qilish qoidalari. Inyeksiya joyi dumbani tepa tashqi qismi mana. Iloji boricha sal teparoqqa qilaverish kerak. Chunki bag'da yoq qatlami bor, ignamiz kalta. Yoq qatlamni o'zi inyeksiya qilib qo'ysak, bez bo'lish ehtimoli ortib ketadi. Shuning uchun mana iloji boricha 3 ta spirtli paxta bilan qilsangiz, ukolingiz ham og'riqsiz bo'ladi, bez bo'lish ehtimolini oldini olgan bo'lasiz. Buni sal ignasini bo'shatib olamiz. Birinchi shpritsimizda navakayn jo'natamiz. Qarang. Spirt bilan artilgan joy ignani sekin kiritamiz. Orqaga tortib ko'rasiz, haligi ba'zida bo'ladi, qon tomir tushib qolishi mumkin-da, igna. Qon keladigan bo'lsa, navakaynni jo'natib bo'lmaydi. Davleniyani pastlab boradi. Sekin navakaynni inyeksiya qilamizda, og'riqsizlantirib olamiz mahalliy. yaxshi ma'lumot. Bu ortmaydi. Endi qaranglar. Self-traksion ukolimiz eritib olganmiz. Buni navakaynda eritganmiz. Ignasini olib qo'yamizda, buni ignasini ajratib turib, sekin-asta navakaynni inyeksiya qilamiz. Qon chiqdi. Yaxshimi? O'zingiz sekin qilyapsizmi? Ya, sekin qilmasangiz ortadi bu. Yaxshimi, og'riq yo'qmi? Og'riq yo'q. Nimaga sekin qilyapsiz? Hali ukol tarqaydi-ku. O'sha jarayonni siz bag'dan itarib tezlab olsangiz, nariga Sirazu. navakayn anesteziya qilishga ulgurmagan joylarga o't ketib qoladi-da, og'riq beraveradi. Keyin bosib turish kerak inyeksiya joyini. Og'rigani yo'qmi, yaxshimi? Yaxshi. Bosib tursangiz o'zi qarang. Managa qilmadik-da biz. O'tgan safar siz inyeksiya qilgansiz managa. Ko'ryapsizmi? Bayda ezganimda mana yoq qatlam turibdi. Dumba yog' bo'ladi bilsangiz. Muskulga o'tguncha ancha vaqt ketadi. Manada men muskulni o'ziga qilaman mushakka. Bezam bo'lmaydi bayda, haligi dori tezroq so'riladi. Asoratni qoldirmaydi ancha. Bosib turish kerak inyeksiyadan keyin. Bo'ldi.